7 sekundda chiqyapti deydi. Shuni hozir sinab ko'ramiz mayli. 100 metan balon 100 talik va tabletka propan balon qo'ysangiz bo'ladi. Bitta kompaniyani Lukoil yoki Rosneft yoki Sberbankda direktori deb ikki xil motorda chiqariladi. 1,5 litrli 170 ot kuchli benzin turbo motor yoki 2 litrli atmosfer. Assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlarga Kia K5 2024 restyling avtomobilni ko'rsatmoqchiman. Bu yangilangan, juda ham yangi fishkalari, kuzovda o'zgarishlar ko'paygan, motorda o'zgarishlar, boshqa ichkarida elektronikasi, o'rindiqlarda o'zgarishlar ko'rsatilgan. Hozir buni sizga obzor qilib, ham haydab ko'rsatamiz, test drive qilib, qancha rasxodlarini ham ko'rsatib beraman. Eng qizig'i hammaga kuzovda razmerlari o'zgarganmi deb savol berishlaringiz mumkin. Kuzov o'sha qolgan, balandligi, eni va uzunligi. Masalan, uzunligi 4 metr 90 cm, eni 1 metr 86 va balandligi esa 1 metr 44 cm bo'lyapti. Mana bo'yim 1 metr 84 cm, bu esa 1 metr 44 cm bo'lar ekan. Avtomobilning og'irligi 1 tonna 450 kg. Kolesniy bazasi bu bitta balondan u balonni o'rtasiga sentrigacha esa 2 metr 85 cm bo'lyapti. Clearance 15,5 cm bo'lyapti. Ana bu yerdan kuzovgacha. O'rtoqlar, bu style pozitsiyasi 2024-yil restyling versiyasi aytganimdek, bundan keyingi premium versiyalari bor, sal ular qimmatroq. Bu ularning oldida kamerasi bo'ladi. Mana bu yerda 360 kamerasi, bu yerda radari bo'ladi. Bunda esa faqat oldida parktronik qo'yilgan va o'zgarishlarga kelganimizda oblitsovkasi bu yerda o'zgargan. Bamperi ham sal o'zgargan. Bu bilan buni eskisini bamperi sal boshqacha. Chunki eskisida bu yerda tuman faralar turgan bo'lsa, endi bu yerga qo'yilgan va faralarda moldingi o'sha qolgan. Faqat matritsasimi shunaqa narsasi ko'paygan. O'rtoqlar, bu yerda o'zi 18 lik disklar turibdi. Oporniy disklari ham ikkita sloylik, o'rtasi ventilyatsiya bo'ladigani, tormozning supporti ham kattasidan qo'yilgan. 235-45 R18 balonlar turibdi, kattasidan va zavoddan mana shunaqa letniy balonlar qo'yilgan. Universal deydimi yoki letniy balonlar. Balonni markasi Nexen ekan. Orqasida ham xuddi shunaqa disklar, balonlar turibdi. Avvalgi 2021larda bir xillarni ko'rgandim. 4 talik bolta turardi, bu esa 5 talik oldiga o'xshab. Oldida aytganimdek MacPherson podveska qo'yilgan, orqasida esa ko'p rechagli mustaqil podveskada turibdi. Bamperda oldiga turish kerak ekan ochilishi uchun. Masalan, bir nima ko'tarib keldingiz, ochiladi yoki bu yerda turayotgani, masalan, bu yerdan ko'tarib keldingiz. Ha, mana. Ana bu kalt qisada bo'lish kerak yoki qani to'g'ridan kelsak, to'g'ridan. Ha, to'g'ridan kelsak ham o'cha ekan. Qarang. Bo'ldi. Bu kaltni bu tomonga qo'yib qo'yaylik, bo'lmasam. O'rtoqlar, 2024 restyling Kia K5 da o'zi orqasida mana bu faralari polностью yonadi. Men ko'pida ko'rgandim. 2021 yoki 2022da mana bu yerda yarimta u tomon yonadi, bu tomon yonadi. Mana bu yeri yonmasdi. Bu style pozitsiyasida ham shunisi yonadi. Premiumlarda o'zi dashi hammasida yonaveradi. Orqasida kamerasi, knopkasi, bagajni ochadigan. Bu yerda moldinglar qo'yilgan va falsh glushитель deydi. Mana shunaqa chiroy berish uchun. Bu yerda o'zi akulani jabralariga o'xshab oldida ham bo'lardi. Endi orqasiga ham shunaqa jabralar qo'yilgan. Avtomobilning kuzov tomoni tepasida laboyda shunaqa kamerasi qo'yilgan, palasani ushlaydi yoki palasadan chiqib ketayotganingizda yoki splashnoy chiziqni bosganingizda o'zi rulni sal burib o'zi to'g'rilab beradi yoki sizga ogohlantiradi. Shunaqa rejimlarni tanlab olsangiz bo'ladi. Keyin datchik svet, datchik dosh shunaqa narsalari bor. Tepasi panorama kirisha qora qilingan, ochiladi yonboshigacha. Bu yerda mana bunaqa qora vstavkasi bor. Bu отдельный kuzovning o'zini joyi. Yon tomonga kelsak, orqani kuzatuv ko'zgulariga bu yerda dublyor pavorot qo'yilgan, datchik slipoy zona, masalan, yonboshingizdan obgon qilayotgan bo'lsa yoki o'zingiz pavorotni yoqqaningizda salonda sizga ogohlantiradi. Beskluchovoy dostupda mana shunaqa qora stoykalari, glянцевый vstavkalari yoki alyumin vstavkalari ham qo'yilgan. Alyumin vstavka shu boshidan kuzgudan boshlanib orqasiga bitta aylanib oladi. Lekin mana bulari mana shunaqa qora qilingan. Agar bular ham
shunaqa alyumin vstavka qilinganda zo'r bo'lardi. O'rtoqlar, salonda o'zgarishlar juda ham ko'p. Birinchi bilinadigan o'zgarish bu ekrani. Mana bu yerda avval ekranda mana bu knopkalar bo'lardi. Uni bitta qilib o'rgan, mana shunaqa katta ekran bo'lgan, xuddi Mercedeslarga o'xshab. Ikkinchi o'zgarish esa bu yerda avval samolyotni richagi turgan bo'lsa, shunaqa shayba qo'yilgan. Shaybasi ham juda ham qiziq. Mana bunaqa gravirovkasi bilan birga bosganingizda parking va drive, neutral, keyin revers qo'shsa bo'ladi. Bu yerda gravirovkali knopka turibdi. Bu ham o'zgargan ko'rib turibsiz. Bu esa o'sha ruchnoy tormoz yoki stoyanchniy tormozni qo'shadi. Bu yerda abduf abagrev o'rindiqlar, oldi o'rindiqlar, rulni isitish, parking knopkasini yoqish yoki drive mod, bu sport, boshqa rejimlarni o'zgartirib beradi. Podstakannik, bu yerda zaryadka qo'ysak bo'ladi, faqat USB zaryadkalar, keyin fleshga qo'ysangiz bo'ladi va oddiy prikurivitel ham turibdi. Mana shunaqa joy turibdi. Qo'lingiz bilan sursangiz muzikani tovushi baland bo'ladi yoki past bo'ladi. Uni roldan ham boshqarsangiz bo'ladi. Klimat kontrolni knopkalari past baland qilsangiz bo'ladi yoki ekranni o'zgartirsangiz bo'ladi yoki bu yerdan va klimat kontrolni yoqish, o'chirish, old oynani isitish, old oynani isitganingizda ikkita yon bokovoy orqani kuzatish oynalari ham isiydi va orqa oynani isitish. O'rtoqlar, rul charmdan qilingan. Bu yerda o'sha har doimgidek polosani ushlash, cruise control, avtomobilning parametrlarini ko'rish va multimedia boshqaruv tugmalari, podrulyovoy lipstok, DCT korobkani, 7 ta pog'onali DCT korobkani pog'onalarni ko'paytirish yoki tushirish funksiyalarini bajaradigan lipstoklar qo'yilgan. Katta monitorda har xil parametrlarni ko'rsatadi. Zavod qilganimizdan keyin, avtomobilni o't oldirganimizdan keyin. O'rtoqlar, o'zgarishlar sentralniy panel yoki panel torpeda deydi. Bu yerlarga ham teggan. Mana shunaqa daraxt, yog'ochli vstavkalar qo'yilgan, podsvetkalar, alyumin vstavkalar alohida. Mana buni hozir ochsak mana bu ko'rinadi. Paketi juda ham mustahkamini qo'ygan ekan. Yulib tashlaymiz sizga ko'rishlaringiz uchun. Yangi avtomobilda yon ish kartalarida ham yog'och vstavkalar qo'yilgan, alyumin vstavkalar. Mana bu ruchkasi ham mana shunaqa alyumin imitatsiya qiladigan materialdan turibdi. Yonboshlarida podsvetkalari bilan birga va polniy elektropaketi, mana shu oynalarni butunlay ikkita poложениеda, masalan, bir marta oxirigacha bosib olsangiz o'zi tushirib yuboradi. Qolgan oynalarda ham blokirovka, yosh bolalarning blokirovkasi deydi, shunaqa narsalari. O'rtoqlar, o'rindiqlari tepaga pastga, baland past bo'ladi, orqaga oldiga va shunaqa funksiyalari bor. Keyin поясничный upor o'zi qo'yilgan va поддержка поясницы deydi. Orqa belni ushlab turish mana bunaqa orqa tomondan sharmi bir nimani ishiradi. Mana shunaqa semiz bo'lib turadi va sizga qulay haydab ketish. O'rtoqlar, orqaga o'tirganlaringizda o'zingizda bitta katta kompaniyani Lukoil yoki Rosneft yoki Sberbankni direktori deb hisoblasangiz bo'ladi, chunki mana shunaqa sentralniy konsoli ham orqada bor. Bu yerda muzikani boshqarib yoki o'chirib, o'zingizni o'rindig'ingizni isitib yoki yon passajerdagi o'rindiqni isitib ketsangiz bo'ladi. Va agar oyog'ingiz tiqilib qolsa, oldidagi o'rindiqni surib, oxirgi положениеga surib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ko'rlaringiz, bagajni agar pult ham yoningizda bo'lsa, bagaj yoniga kelganingizda o'zi ochiladi. Qo'lingizda narsalar, knopkani bosib qiynalib o'tirmaysiz. Bagaj juda ham katta, metan balon qo'ysangiz ham bo'ladi yoki propan balon qo'ysangiz ham bo'ladi. Propanga metan balon 100 talik va tabletga propan balon qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda zapaskasi turibdi. Zapaskasi tashqarida qanaqa disklar bo'lsa, lehkosiplanniy alyumin o'sha gullik disk bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunaqasi qo'yilgan. Bu yerda instrumenti, damkrat, shu balon kuluvchi va transportirovочный, mana bu tortib ketadigan kuluvchilari qo'yilgan. Shu yerga tabletga ham qo'ysangiz bo'ladi. Shunaqa joy, bagajni ham ob'yomi katta juda ham. Mana bu Lacetti'niki, men o'ylardim Colbert bilan Lacetti'niki juda ham katta bo'lsa kerak deb, lekin buniki ularnikidan 1,5 barobar katta. O'rtoqlar, restyling Kia K5 avtomobili 2 xil motorda chiqariladi. 1,5 litrli 170 ot kuchli benzin turbo motor yoki 2 litrli atmosfer 240 ot kuchli motor. Bu yerda GDI turbo GDI turibdi. 1,5 litr
va 170 ot kuchli ishlanishi, menimcha sborkasini o'zim ko'rib chiqyapman. Hozir juda ham kачественный, har bitta detallariga o'zini markerlari turibdi. O'sha tekshirib chiqqanligi haqida har bitta bolt, boshqa narsalarga markerlari qo'yilgan. Sifati, ishlanishda, mana bu trubkalarning ishlanishi hammasi kачествосiga to'g'risi gap yo'q. Podkapotniy prostranstvani changdan, yomg'irdan yoki boshqa kirlardan himoya qilish ham to'g'risi gap yo'q. O'rtoqlar, akkumulyatori bu yerda o'ylashimcha shu hozir ko'rinmagan ekan, lekin o'ylashimcha ana 65 talik yoki 75 talik Lacetti 1.8 motorniki bilan bir xildan qo'yilgan elektronniy blok upravleniya boshniki turibdi. Menimcha injektorlari ham hammasi boshniki turibdi. Svecha injektorlari ham bosh bo'lsa kerak. Generator hammasi, ana bu kompressor, konditsioner hammasi juda ham качественныйsidan qo'yilganlari ham ixcham qo'yilgan. O'rtoqlar, turbo kompressorning ishlash sistemasini o'zim ham hayron qoldim. Mana bu yerdan havo olib, bu yerga tushadi, vozdux filtriga tushadi. Vozdux filtrida har xil datchiklar, mana havoning temperaturasini, boshqa narsalarni o'lchaydi. Keyin orqada, motorning orqasida turbo kompressor turibdi. Turbo nadduv deydi yoki turbo nadduvdan havo aylanib, yana bu yerga interkulerga, mana bu yerda alohida pastda interkuler turibdi. Interkulerga qaytib kelib, через kollektorniy sistemadan mana shu motorning ichiga kirib ketadi. O'rtoqlar, yangi Kia Restyling 2024 pozitsiyasini dokument bo'yicha 100 ga 7 sekundda chiqyapti deydi. Shuni hozir sinab ko'ramiz, mayli. O'rtoqlar, tabloni ko'rayotgan bo'lsangiz, Comfort, Eco, keyin Smart rejimlari bor, Sport rejimi ham bor. Sportda оборот tez ko'tariladi va переключение astroq bo'ladi. Переключение коробка передач astroq bo'ladi. Eco rejimda esa оборот asta ko'tariladi, lekin переключение коробка передач tezroq bo'ladi. O'sha ekonom qilish uchun. Bizga bu yerda o'zi Android Auto yoki CarPlay'ni birdaniga avtomatik qo'shadi, kabelsiz. Avval kabel so'rardi avvalgi Kia'lar, hozir esa yangi Kia'da kabel so'ramaydi. Birdaniga Bluetoothdan ulaganingizdan Android Auto'ni ulab, muzikangizda yoki navigatoringizda boshqa narsalarni ulab ketaversa bo'ladi. Bu yerda mana bu o'ng tomondagi knopkalardan rasxodlarni, avtomobilni shinalardagi davleniyasini ko'rsangiz bo'ladi, shahardagi rasxodi va общий rasxodi, masalan 10 kun haydagan bo'lsangiz, zibros qilmagan bo'lsangiz, o'sha 10 kunlik rasxodini ham ko'rsatib beradi. Benzinni qancha qolganini, keyin o'sha benzin qanchaga yetishini ham ko'rsatib beradi. O'rtoqlar, Kia K5 2024 restyling varianti eng arzoni 379 million so'mdan boshlanadi. Comfortda bu, keyin Comfort Plus 419 million so'm, Prestige 469 million so'm, Style Light degani bor ekan 480 million so'm, keyin Style Light degani ham bor ekan 495 million so'm. Har xil ana bu opsiyalar o'zgarib ketaveradi. O'zi Style T degani bor, keyin 500 million so'm, 2 litrli 240 ot kuchli motor turibdi u yerda. Atmosferni, keyin Style o'zi bor 514 million so'm. U yerda avtomobil oldida velosipedist yoki bir nimalar chiqib qolsa, o'zi to'xtatish funksiyalari bor. Keyin Premium 539 million so'mligi bor. Unda ham funksiyalari ko'p. Unda ham 2 litrli atmosferli motor va 240 ot kuchi qo'yilgan. O'rtoqlar, adashmasam Kia avtomobillariga 5 yil yoki 3 yil garantiya beriladi. Xuddi shunday 100 ming kilometr yoki 150 ming kilometr garantiya. Shu motorga, kuzovga, elektronika, korobka, shunaqa narsalarga garantiya beradi. Bular hammasi Koreyada ishlab chiqariladi. O'zbekistonda Jizzax ADM zavodida sborka qilinib, O'zbekistonda sotiladi. Kimga obzorimiz yoqqan bo'lsa, o'zlaringizni takliflaringizni kiritsalaringiz bo'ladi kommentariyada. Hammasini o'qib chiqamiz 100%. O'zingizni qaysi avtomobillarni yana obzor qilaylik, o'zingizni xohishingiz bo'lsa, o'shani ham yozsangiz, ularni ham albatta obzor qilib beramiz.